Bu retsept lag'mon cho'zishni bilmaydigan kelinlarga. Videoni yo'qotib qo'ymasligi uchun menga podpisatsiya bo'ling. Ishimizni xamir qorishdan boshlaymiz. Tuzli suvga bitta tuxum solib, qattiqqina xamir qorib olamiz. Lag'monimizni sayini tayyorlashda videoni yaxshilab oxirigacha ko'ring. Say tayyorlashda sizlarga bitta zo'r fishka o'rgataman. Masalliqlarni qozonga birinma-ketin solib, yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Mana shu eng qiziq joyi. Sayimiz tayyor bo'lishiga yaqin 2 qoshiq un solib, yaxshilab qovurib olib, keyin suv qo'yasiz. Yarim soat tingan xamirimizni olib, chiroyli qilib yoyishni boshlaymiz. Xamir yoyishda hushyor bo'ling, yupqa bo'lib ketishi kerak emas. Yoyilgan xamirlarimizni 1 santimetrdan kesib olamiz. Kesilgan xamirlarimizni xuddi shunaqa qilib, ustidan un sepib qo'yamiz. Shunda bir-biriga yopishib ketmaydi. Shu retseptdan keyin ham yana lag'mon qilishni bilmayman degan bahonalar qilsangiz, menikiga keling, o'zim sizga lag'mon tayyorlab beraman. Lag'monlarimizni tuzli suvda yaxshilab pishirib olamiz. Bu lag'mondan tayyorlasangiz, aniq hammani duosiga qolasiz. Video yoqqan bo'lsa, do'stlaringiz bilan bo'lishib, saqlanib qilib oling. Sahifamga o'tsangiz, bundan ham qiziq retseptlar joylaganman.